mana haligi sport ko'rsatuvlarida kimdir nimadir chempion bo'lgan bo'lsa, mana nima gaplaringiz bor? Qanday qilib bu bahom berishdi desa, yosh bolali vaqtlarimda 5 yashar paytimdan ekan dadam shu gap kelgan edi, shogird qilib bergan edi deb gap boshlaydi. To'g'rimi e'tibor bersalaring? Qo'limdan ushlab mana bu yerga olib borgan edi deydi. Ya'ni ular shuni olib borganligi uchun, shu yo'nalishga olib kirgani uchun shunaqa natijaga erishdi. Agar unaqa qilmasdan boshqa yo'nalishga solganda unaqa bo'lmas edi u. Shuning uchun biz kim bo'lib ketgan bo'lsak ham, allomay zamon bo'lib ketgan bo'lsak ham, podsho bo'lib ketgan bo'lsak ham, butun dunyoni odamlari bizning tilimizga qarab turadigan holga chiqib ketgan bo'lsak ham, to'g'ri Alloh berdi, lekin sabab ota-ona. Ota-ona kechasi bilan uxlamadi, yemek yedirdi, kiymek kiydirdi, mablag' sarfladi, o'zi qiladigan ishlardan voz kechdi. O'zini ishidan voz kechib, misol uchun rosa qimmat, rosa ham hamma havas qilgan mashina minib yurish imkoni bor edi, lekin uni pulini boshqa narsaga sarfladi. Shu bolam uchun o'qitay dedi. Shunaqa qilib bo'lganda hamma narsa. To'g'rimi? Shuning uchun ham muhtaram azizlar, ota-onani hurmat qilishligimiz ko'p ta'kidlangan masala. Lekin shu bilan bir qatorda o'zimiz ham ota-ona sifatida bolalarimizni shunga tarbiyalashimiz kerak. Agar farzandlarimiz biz gapirganimizda eshitgisi kelmayotgan bo'lsa, gapirsa quloq solmayotgan bo'lsa, yoki eshitsa ham biz aytgan ishni qilmayotgan bo'lsa, uni aybdori bizmiz. Biz shunaqa tarbiya qildik. Unaqa emas edi-yu. Kichkinagida endi tili chiqqan paytda nima desak xo'p derdi-yu. Qayga borsak yurar edi, o'tirsak o'tirardi, tursak turar edi-yu. Biz o'zimiz qilib qo'yganmiz.